80% mebellar 1-2 yilga bormasdan ochib yopilayotganda ovoz chiqara boshlaydi. Ko'pchilik mebelning detallari yaxshi bo'lsa, mebel uzoq ishlaydi deb o'ylaydi. Lekin bu noto'g'ri. Eng qimmat va sifatli detal ishlatsangiz ham, masalan, buyum noto'g'ri o'rnatilsa ham 1 yilda buzilishi mumkin. Sababi ko'pchilik ustaxona teshiklarni qo'lda, ko'z bilan o'lchab ochadi. Bu esa furnituralarning egri turishiga olib keladi. Bundan ham battari, ba'zilar tezroq va arzonroq bo'lsin deb vint o'rniga oddiy samarez bilan mahkamlaydi. Samarez vaqt o'tishi bilan laminatdan bo'shashib chiqadi va butun mexanizm ishdan chiqadi. To'g'ri yechim esa barcha teshiklar stanokda millimetrlik aniqlikda ochilishi va furnitura vint bilan mahkamlanishi kerak. Faqat shundagina 100 ming, 200 ming marta ochib yopish kafolati rostdan ham ishlaydi. Mebelni o'rnatayotganda shu narsalarga qattiq ahamiyatli bo'ling. Shunaqa sifatli va kafolatli premium mebellar kerak bo'lsa, kommentda bir raqamini qoldiring, o'zimiz sizga aloqaga chiqib, siz uchun uzoq yillar xizmat qiladigan mebelni yasashga yordam beramiz.